ancha tushkunliklarga tushdi bola. Tomlarda qor kuragan Rossiyada. Tishga qiynalib, dimlanish, ojisi olmay qolganingizdan keyin kelasiz shlyankani osib yurasiz. O'zimda qo'rquv bo'lardi. Men o'yladim, shlyanka osib, operatsiyalar bo'lsa qiyinchilik, boshqa operatsiya bo'ldimmi dedim o'zim. Hayron bo'ldim. Ha. Yoshligida qanday bo'lsa ashta bo'ldi desam bo'laveradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana yana bir fayzli xonadonga tashrif buyurdik. Boisi Hoji tog'amiz mana bizda operatsiya bo'lib chiqib ketgan, holidan xabar olgani keldik. Assalomu alaykum Hoji tog'a, charchamayapsizmi? Kelinglar, xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu operatsiya bo'lgan men emas, o'g'lim bo'lgan. Asosan bu operatsiyada ko'proq 50-60 yoshdan keyin bo'ladi. Shunga siz deb o'ylabsiz, ming bor uzr. Qalay ekan, o'zingiz bir qator shu operatsiya haqida, o'g'lingiz haqida bir qator gapirib bersangiz, keyin akamizdan suhbat olardik. O'g'il mana shunaqa necha qiynalib nima qoluvdi. Olib bordim, olib tekshirtirib ko'rsatdik. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi dedi. Ancha tushkunliklarga tushdi bola. Qiyinchiliklar bo'ldi. Yo'q, qilgizdik, mana bu yog'ini o'zi aytib beraveradi. O'sha ancha yaxshi, Xudoga shukr. Doktorlarga ham, kasb kamollarga baraka bersin, qo'llari dard ko'rmasin. Yaxshi bolam, o'zgarishlari zo'r. Oldingidek yoshligida qanday bo'lsa shunaqa bo'ldi desam bo'laveradi. Bu bolaga bo'lmaydi. Assalomu alaykum Ozodbek aka, charchamayapsizmi? Ming bor uzr, Hoji tog'am deb o'ylabmiz. Sababi bu kasallik bilan asosan mana ko'p xonadonlarga borib intervyular olib yuramiz, yoshi kattalar. Shu eng yosh patsientlarimizdan ekansiz. Nima muammolar bo'ldi shu paytgacha? Nima og'riqlar, nima qiyinchiliklar bo'ldi? Bir biz kuzatib turganlarga bir batafsil gapirib bersangiz. Jinday og'riqlar bo'lib tekshiruvlarga bordik. Tekshiruvlarga borganda shu prostata bo'yicha muammo kelib chiqdi. Sishda muammolar bo'lgani uchun borib tekshirtirganimizda Tursun akamga borib uchradik, sog'lom avlodga. Borib uchraganimizda operatsiya qilmasa bo'lmaydi dedi. Operatsiyagacha bo'lgan haligi simptomlari muhimda odamlarga. Misol uchun menda ham hozir asha nimalari bordir, misol ashlar haqida ham gapirib bering. Nima bo'lardi organizmda? Ungacha mana shu sishga qiynalib, dimlanish, o'zimda qo'rquv bo'lardi. Men o'ylardimki, prostata deganda birinchi tekshirtirganda men o'ylardim, shlyanka osib, operatsiyalar bo'lsa qiyinchilik, boshqa. Endi mana Xudoga shukr borib shu doktorlarimizga uchradik, tan joylari sog' bo'lsin. Lazer orqali og'riqsiz, boshqasiz bir chiroyli mana yoshligimni esladim men. 18 yasharlik. 18 yashar paytimdaqa hozir, Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Yaxshi, Xudoga shukr. Zo'r. Qiyinchiliklar qay darajada bo'lgan? Kech paytlari necha mahal tashqariga chiqadi? Kech paytlari juda ko'p. Juda ko'p chiqib, bir joylarga, safarlarga chiqish kerak bo'lganda o'ylanib bora olmay qolganman. Men safarga chiqsam, qayerda to'xtab, sho'pirlarni ham bezovta qilmaydi, to'xta degani hijolat bo'lib, safarlarga chiqmasdan oxiri doktorlarga ko'rinib, operatsiyalar qilgizib, mana shifo topib zo'rmiz, Xudoga shukr. Tavsiya qilaman, mana shunaqa kasallik bilan yurgan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman, oldini olib, qo'rqmasdan operatsiya qilib, davolanib, sog'lom bo'lib yurishini so'rayman. Asosan bu kasallikda nima sababdan shunaqa orttirilgan deb o'zingizda sezdingiz? Misol tomoshabinlarga qiziq, misol uchun mana yoshsiz, nimadan deb o'ylaysiz? Misol uchun qanaqadir sovuq ishlarda ishladingizmi yoki nimadan deb o'ylaysiz? Endi shu Rossiyalarda ishlab kelib, boshqa qilib yoshlikda sovuq o'tkazganmiz, mali bemalol o'tirib, betonlarda, boshqada bir sovuq joylarda ishlab beparvo bo'lganmizda. Shundan deb bilasiz. Shundan deb o'yladim o'zim endi. Tomlarda qor kuragan Rossiyada. Endi sovuq o'tkazib yuborganda shu bemorlarga tavsiyam vaqtida ko'rinib, vaqtida davolatib, iloji boricha. Sog'ligida siz aytgandek muammolar bo'lsa, sirazi ko'rinish kerak. Ko'rinsa, даже operatsiyagacha ham bormasdan davolasa bo'lsa bo'ladi. Oldini olib davolasa bo'lar ekan shuni. Mana hozir ham
borib ko'ringan paytimda aytishdi, hozir ham kech emas, vaqtida. Men o'zim o'yladim, 1-2 yildan keyin qilgizaman. Meni hozir uyda qiladigan ishlarim, boshqalarim bor desam, baribir kelasiz dedi. 1 yilmi, 1 oymi, 2 oymi, qachon bo'lsa, hozir siyalmay qolganingizdan keyin kelasiz, shilyankani osib yurasiz dedi. Mana Xudoga shukr borib operatsiyalar qilgizdim. 1 kun shilyanka qo'ydi, ertasi kuni o'rnimdan turib shilyankani olib tashladi. Mana o'z holatimda yuribman mana. Operatsiyada o'zingizni qanaqa his qildingiz? Og'riqsiz birinchi qo'rqdim. Undan keyin lazerda qiladi, og'rimaydi deb suhbat o'tkazgan paytda men ularga ishondim. Allohdan shifo tiladimda operatsiyalarni qilgizdim. Xudoga shukr hech qanday qiyinchilik yo'q. Operatsiyadan keyin ham даже og'riqlar yo'q. Og'riqlar yo'q. Operatsiya bo'ldimmi dedim o'zim. Hayron bo'ldim. Ha, shunda shilyankani olib tashladi, yoshlikda esladim. Hozirgacha mana Xudoga shukr sog'lomman. Shu hojatga borishlaringiz oldingidaqa misol hamma yo'q, joy-joyiga tushib. Joy-joyiga tushib, oldingidan ham даже zo'r bo'lib qolgan. Xudoga shukr zo'r. Kech paytda umuman unaqa hojatga chiqishlar yo'q endi. Yeah. O'rtacha 3-4 mahal chiqamiz. Endi misol hozir juda ko'plab tomoshabinlarda savol bo'ladi, misol uchun ko'p barotoba deyapsiz, imini necha mahal? Misol meni o'zimda ham shunaqa holat bo'ladi, kech paytda uxlay olmasam 2-3 mahal borish. Ba'zida 3-4 mahal, ba'zida 5-6 mahal ham chiqqan paytlarim bo'lgan. O'zingizda nimani his qilasiz? Misol uchun hojatga borib kelganingizdan keyin sraz yana siydik qolib ketganga o'xshab qoldiq, shunaqa bo'ladi. Sraz ali xuddi siyib kelmagandaqa dimlanish bor. Keyin hozir o'tib keldim deb degan narsa miyani nima qiladi-da, doktorga ko'rinish kerak deb o'zim nima qilaman, yana qo'rqaman, bormayman doktorga. Oxiri borishga majbur bo'ldim. Mana Xudoga shukr, doktorlarimiz chiroyli tekshiruvlarni qilib, muammosiz bo'ldi. Ilohi amin. Ey Allohim, o'zingga shukrlar, o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Doktorlarimizga kasb kamollariga barakalar bergin, tan jonlarini sog' qilgin. Bemorlarning ham dardlariga Allohim shifoy kamolini bergin. Yana yil ro'zalarga ham sog' salomat bola chaqa, yetti pushtimiz, qo'ni qo'shni, mahalla ko'y, qarindosh urug', yori birodarlar hammalarimiz sog' salomat yetishimizni ro'zai nasib bo'lgin. Prezidentimizga ham rahmat. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Mana hamma sharoitlarimiz bor. Hamma narsalarimiz yetarli bo'lyapti. Allohga ming qalla shukr. Hammalaringni ham tan jonlaringni sog' qilsin, umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Balodan, qazodan, vabodan, shikastliklardan o'z panohida o'zi saqlasin. Yana yil ro'zalarga ham sog' salomat yetishimizni ro'zai nasib etasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan inna nazabanna rahmatika arhamar rohimin. Allohu akbar. Allohu akbar. Shukr sizlar, rahmat. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Bo'linglar aka.